sizni konkurentlaringizdan ajratib turadigan, real o'sishingizga yordam beradigan top 4 ta maslahat. Birinchisi sifat. Hamisha sifatli mahsulot soting, sifatli xizmat ko'rsating. Sifatsiz narsalar bir sotasiz, ikki sotasiz, uchinchisida javob qaytib kelmaydi. Ikkinchisi tezlik. Hamisha mijozlaringizga tez aloqada bo'ling, tez xizmat ko'rsating. Tezlik muhim. Uchinchisi narx. Yo juda ham arzon soting, yo konkretni qimmat soting. Qimmat sotganda isbotlang nima uchun qimmatligini. Mijozni hayolida qimmat emas, qiymatini tushuntirib bering. Buniki zo'r degan narsa bo'lsin. Va to'rtinchisi, eng muhimi bu servis. Ya'ni mijozga shunday xizmat ko'rsatingki, u zato bular zo'r, bizni hurmatimizni qiladi, muomalasi zo'r bularni, dastavkasi bor, garantiyasi bor, obucheniyasi bor degan gaplar bo'lsin. O'shanda mana shu 4 ta narsaga amalda rioya qiling. Qaytaraman, amalda realni biznesingiz 2x, 3x, 5x bo'ladi. Bo'lmasa keyin gaplashamiz yana. Joningiz omon bo'lsin, sog' bo'ling.